Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Elgo Gamer va bugungi videolarimizni ko'rishtirgandan bag'oyta xursandman do'stlar. Bugun sizlarga ko'pchilikka yoqadigan o'yin Special Forces Group 2 da ajoyib rejimi bor akalar, ya'ni Arm Race degan, ya'ni qurollar poygasi, xuddi Standoff 2 ga o'xshagan akalar rejimi bor. Bugun men shu rejimida o'ynab mazza qilib olishga harakat qilamiz do'stlar. Hozir ko'rib turibsizlar, o'sha yoqdan turib kill qilib tashlayotgandim, meni o'ldirib qo'yishdi. Xullas do'stlar, video boshlamasdan turib like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'zi 10 mingta bo'lishimizga ozgincha qoldi. O'zingizlarning yordaminglarni ayamanglar do'stlar. Va yana kanalimizda qanaqa o'yinlarni ko'rmoqsizlar. O'tgan safar Granny oldik. Normalli aktiv qilsizlar. Nasib bo'lsa, endi shu videomizga ham aktivni yorvorsanglar akalar, qiziq videolarni olishni davom etamiz. Voy, tegmayotgan qarada. Va aka tegmayapti. Xullas o'yinni o'zini salgina pasaytirsak xursand bo'lib ketardim, lekin xo'p. Voy akalar, bitta o'qda o'ldirib yubordim deymanda. Xo'sh, ko'ramiz snayper akalar, men snayperlik qobiliyatim bilasizlar kuchli. O'sha 2-3 ta videodan ko'pchilik bilsa kerak. Mana kim edi? Tak, nima qattaman nima? Qani? Voy. To'xtab kam. Voy, tegmay qoldi. Bu insofsizlik, g'irromlik prosta. Yana endi tegdi. Bunisi endi haqqoniy. Tak. Voy, mana vashi ko'p jamon jitirlaydi aka. Shu botlarni bitta yomon tomoni o'tirmaydi, bitta juda qamillab turadi shu. Bola bo'lgan bilay, shunchalik ham bilaman, onagina ayni umr uzoq bo'lsin. Brat. Voy, men chidomayman. Men chidomayman akalar. Arjalik skill bormi akalar, cho'ta? Yo'q. Tak, endi bular ikkinchi o'ringa o'tayapti. Birinchi o'rinda, mendan o'tib ketishdi. Yomon. Mana. Mendan o'tib ketyapti akalar, vash chidab bo'lmaydi. Hozir men buni kallasini uzib tashlayman, qarab turinglar. Tak, qani men sanmisan? Tegmaganini qaranglar akalar. Voy, jonimni ichib tashlaku. Tak, bittasi minus. Qani yana kim? Akalar, sizlar aytishingiz chiqdi, bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib tashlasanglar, juda ham xursand bo'lardim, chunki 80 ta obunachimiz bor. Telegramda iloji boricha 100 ta qilishimiz kerak. 100 tadan ko'proq qilsak ham zarari yo'q. Chota akalar, o'ynash problema. Botlarda o'sha unaqa kuchli qurol bo'lgani uchun akalar o'ldirish qiyin bo'lyapti. Nima qilyapti mana voy? Voy, biz ham bollarni akalar vashi. Bazasiga nima qilyapti mana ular? Tushunmadim. Chota akalar yaxshi o'ynamayapman deymanda, nimagadir pas o'rinlarda yuribmiz. Nimagadir men yoqmayapti menga bu narsa. Qimillagan narsani otaman-da akalar vashi. Yaxshi, bitta minus. Tak, voy, pastinda mana yaxshi. Tak, yana voy, akalar ko'rasizmi, o'sha botlarda ancha-muncha yomon o'ynayapti. Вообще. Просто вообще akalar. Telegram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin ekan akalar. Описаниеda bo'ladi, описаниеda bo'ladi, kommentariyada ham bo'ladi manzili. Men xursand bo'lardim obuna bo'lib qo'ysanglar, chunki kerakli narsalar, hamma kerakli narsalar o'sha Telegram kanalida bo'ladi. Yaxshi, Drabobekka o'tdik. Endi akalar sekin ularning bazasiga hujum qilamiz. Yaxshi. Voy. Bular вообще o'ynagan qo'ymayapti akalar. Men shu asablarimni taranglashib ketyapti. Hozir bir nima qo'yaman o'zim. Qaylar akalar, shu yurgani qo'ymayapti-da, prosta taq, bum. Всё. 2-3 ta o'qda o'ldirib yuboryapti botlar. Men asabim o'ynayapti, menga yoqmayapti. Vashi. Tezroq spawn qil. Voy, nima bo'ladi? 5 sekund shuncha uzoqmi akalar? Nima bo'ladi? Zeriktirib odamni bular. Tez uka. Yaxshi. Shunaqa tez spawn qilib tasha, men ularni yorib tashay. To'g'rimizda akalar kimdir bor. Hop. O'l. Yaxshi, minus. Hop, yana bitta minus. Tak, voy, mana yoqda bayram qo'yishdi, o'tirishgan qaylar akalar bilan. Tak, voy, Archi. Akalar vashi bular yomon o'ynayapti, akalar. Yo'q, lekin vashi yomon o'ynayapti-da. Prosta juda tez kill qilyapti. Ya'ni ularning qurollari kuchli-da, tim bo'lib. Ushirib yubordim nima qildi? Davay, ukajon, davay. Men sen tushunaman. Tak, men spam bo'ldim. Hop, bratchka. O'lmayapti, tegmayapti akalar, vashi. Tak, hozir oxirgi qurollarga yetib qoldi akalar. Hozir sekin mana shu yerda bot o'tiruvdi. Albatta uni shuni kill qilmagan bo'lsa, voy, uka to'xta, uka, voy, ukam to'xtab tur, men seni o'ldirib olay, keyin ketasan. Normalli. Tak, bola bitta shu. Uka.
Voy, uka, men uka dedim, men uncha-munchasi uka demayman lekin, ey. Voy, akalar, hali pichoq, voy. Pichoq bor, akalar, pichoqqa borsak, vobshe qiyin bo'lib ketadi. Pichoq nerealni qiyin bo'lib ketadi, akalar, lekin ko'rasiz, уже 8 soniya, 1000 soniya beryaptim. Qancha bo'ladi bu, ey? Matematiklar hisoblab beringlar. Bilasiz, matematikani chotki bil ekanlar. 1000 soniya necha daqiqa bo'ladi shunda? Tak. Tegmay yetib, voy akalar, 4 kishini yo'q bo'ldi. Voy. Bitta o'qda 4 ta odam portatib yubordi, to'tinglar, men bitta restart qilmasam akalar, vobshe bo'lmayapti-da, просто botladi. Qiynab yubordi meni. Tak, endi asli astagina akalar, texacha bilan sekin iloji boricha o'lib qolmasdan, raso parod qilib qo'ymasdan. Tak, qani ukam bu yoqqa chiq. Ne qarada? Voy, oningni, yaxshi bo'lsa bo'l. Qatdan o'tdi bunga bo'la, qatdan o'tdi. Men qonim, vobshe, hozir bir nima qilib yuboraman, hozir men gulli otib yuboraman oldindan. Gulli otib yuboraman-da, ketadi shu bilan. Tak. Voy, tezroq spawn qilsang-da, endi ukajon, tezroq spawn qil, iltimos, men uncha kutib turasan. Jemda ham unaqa emas-da, tez bu ketadi har holda. Jem nima aloqasi bor bu yoqqa endi? Biz ham qo'shtirmasak kerak bo'lmaydi baribir. Trenddagi ular hali ham. Tak, o'l, yaxshi. Wow! Skinjon qaranglar kelar, yo'q, prozatda. Biror marta bermagan skinni berdi menga. Qo'yil. Tak, yaxshi. Qoch, bo'sala, oyoqda yo'lashmada. Vor, narada yur. Yaxshi. Snayper akalar. Oh, hey, kallasidan beribmiz aka, kallasidan o'q bilan yediribmiz o'zi ham. Tak, mana kimdir yurdi. Voy. To'xta, stop. Oppa, ajoyib. Ko'rdingizmi akalar, kallasidan yedi bacha. U kallasi sochilib ketdi-da, qaytib yig'ib olgancha ancha vaqt ketadi kallasini endi. Yaxshi, mana minus. Ana endi sal bo'lsa ham ochildim. Sal, voy, mana nima qilasizlar akalar? Tak, kalashda, davay. Xohlagan joyingga ot tashladim, kalashda ham. Da, bitta o'zim 3 kishini. Hop. Yeah. Men uchun oddiy hol akalar. Voy, ukam. Voy, ukam tegmay qoldi, lekin bitta yo'q qilardim sana. Voy. Rip. Qani ripni ko'raydi. Spider Storm, Shark. Voy, hamma hayvonlarni otib qo'yib chiqqansizlarmi? Wow, akalar, bu chiroyli qaranglar skillarni. Yo'q, prasata. Qo'ya qolsa arziydi. Gap ya. Chapak qo'yamiz. Yoqmasa ham. Tak, qani bizlar raqiblar. Tak. Yaxshi minus. Sekin ashada bittasi chiqadi, lekin yomon bo'ladi-da. Tak, biz asli sekin tepaga boramiz. Bu yoqda kimdir bor? Meni ko'rdi. Yo'q, tegmadi. Akajon. Yo'q, ukajon. O'zi so'ramayman shundan. Sizlar. Voy. Vaziyat bunaqa bo'lib ketadi, o'ylamadim. Voy, meni otmayapti bular. Mana nihoyat amallab bittasini o'ldirib yubordim. Yomon qiynalib ketdim siz, realni. Basharamga chiqib keldi akalar. O'lib ketardi. Sal qoldi o'zi ham. Millimetrlar qoldi, millisoniyalar qoldi, просто soniyalar. Sekundlar hal qilib, voy, mana o'ldirib tashlab. Voy, sherik. Davay, birachka, davay. Urasan. Akalar bizdan, voy, o'lib ketdi mana. Bizdan bo'la bashaqa keldi, orqangdan kelyapti, birachka. Ana yerdan sherigimiz kelyapti akalar. Voy, uchib ketdi bunisi. Yaxshi, bizdan sheriklar keluvdi, lekin ularni qirib tashlashdi. Pashshalay. Akalar, shu 9 minutdan beri video olyapman, lekin hali ham bir normal o'ringa chiqib qolganim yo'q, ey. Onagina. Baxga yo'q, prasata portatib yubordi. Yo'q. Akalar, vaqt ko'p ketyapti-da, bunaqa. O'lgandan keyin respawn bo'lgani vaqt ko'p olib qo'yapti-da. Mana shunisi neto bo'lyapti-da. Hozir bu yerda 20 ta bot, 32 ta emas, 20 ta qilganman. Ot 5-o'rinmi o'zi? 2-o'rin? Ye. Bu yo'q, kim o'tadi? Voy, nima o'lyapti? Nima o'lma bular? Voy, mana buni akalar, chidash imkonida minusda, просто minus, mumkin emas. Men asabim buzilib ketyapti akalar, просто o'lmayapti bular. Men o'rnimga yetib olibdi. Birinchi o'ringa chiqmiz-ku. Lekin nimaga men 15 ta kill, 14 ta bunday bo'lyapti-ku. Mayli, uka tez spawn qilman. Men vaqtim yo'q, vaqtim chegaralangan. 9 minutdan beri o'tiribman. Yaxshi. Yo'q. Bu
yoqqa basharingga hozir kallang ustashimga qarab turdi. Meni kilim chopdi. Men rozi emasman, tez chiqsin. O'zim men o'ldirishim kerak o'zi. Diglga chiqishibdi aka o'lay. Voy jonim. Jonim ichivordi mana bu. Yaxshi. Yaxshi diglga keldik biz ham. Digildamiz. Qani bitta kill. Yaxshi akalar. Hop. Qani ukam bitta kulib qo'ychi. Akalar 500 jonimiz bor. Endi biz bitta odam suysak, ya'ni bitta odamni o'sha pichoqdan fiching qo'yarsak, tamomimizni yutamiz. Endi uni ham qilishcha oson emas. Voy! 500 ta jonimni bittada yo'q qildim-a? Kak? Voy akalar, endi 500 ta jonim bo'lsa ham o'sha 500 ta jon bilan ham o'ynash qiyin. Serios. Ta qachon spam bo'laman endi men? Oy, qayerdasan ukam? Понятно. 500 ta jon akalar, ko'rib turibsizlar. Agar zombidek tezroq yursam, ozgina osonroq bo'larmidi? Akalar, sal bo'lsa ham bir mehribonlik qilsanglar, bir zero ketadi ishlar lekin. Bular ko'pigina. Voy, ozgina qoldi-ku. Bo'ldi, короче, men bir top bera oldim, xolos. Yo'q. Lekin men birinchi o'rinman. Storm 1, Elgo 2. Kak. Men rozi emasman просто. Akalar, kelinglar, kichkina zona qo'ysak, ancha yaxshi bo'lib ketardi, chunki katta zonada topib bilan o'ldirish problema bo'lib ketyapti-da. O'shani kichkina zona qo'ysam, anchagina tezroq bo'ladi ishlarim menimcha. Men o'ylashim bo'yicha-da endi. Bilmadim, men qanchalik plyus yoki minus bo'ladi bunga. Ozg'ali bombardimon bo'ladi. Ketdi. Hech kim o'lmadi. Tegmadi. Hech kimga tegmayapti-yu. Nimaga? Odatda tegardi lekin. Mo'ya tegmagan qarada. Balki kimdirga tegar shunisi. Hech kimga tegmadi. Jin ursin, men tezroq spam qilaylar, iltimos, vaqtim yo'q, akalar 12 minutdan beri o'tiribmiz-da. Men spam deb o'ylabman. Spam qilinglar akalar. Yaxshi, rahmat. Rahmat sizlarga, oq ko'ngilli insonlar. Tezroq spam qilinglar meni. Hech kimga tegmayapti-yu. Qanaqa ota bo'la bundan? Voy, Dani, akalar vashi tegmayapti-yu. G'irramlik akalar, просто g'irramlik. O'ldiribman-da kimdirni. Voy, akalar, endi kimdirni o'ldirganda men spam restart beryapman. Bu adolatsizlikning oxirgi darajasi menimcha. Men shaqa chiqsam, balki meni payqashmasam, kichkina odamman-ku o'zi. Da, anchagina ko'p kill qilyapman. Vohay. Ko'rinishing bilan otaman-da. Vohay. Maza akalar. Yaxshi. Tanishidan kimdir o'tiradi-da. Ana aytdim-ku, Cheres ota o'ldiraman, qarab turinglar. Cheres master class. Hoppa. Ko'ringlarmi akalar? Vashi mazada menga. Yaxshi. To'xta. Mana ukajon cho'ta ko'p harakat qilyapsan. Tak, qanaqa kelyapti? Tegmadi. Kak. Voy, portlab ketdi-yu. Men o'ldirib qo'yman-da. Men o'ldirdim deb o'ylabman, lekin u portlab ketgan ekan. Men o'ldirmadim uni ham. Meni kilim chopishdi yana. Yana menga adolatsizlik qilishdi. Voy. Yo'q, tushib ketma. Ukajon, yo'q. Xuddi qanaqadir kinoda odam tushib ketib, mana bo'ladi-ku, xuddi shunaqaday bo'ldi akalar. Mayli. Qani tezroq spam bo'ling. Shoptoli shuncha vaqt oladi bu. Tak, qani bo'la. Tak, tegmayaptimi? Yaxshi. Yo'q. Yaxshi. Yo'q. Qiyoraman, gap menga. Qani ukam, mana shunaqasidan olsang-chi, yaxshi. Yo, bitta minus. Hop, mana o'tiribdi. Bitta o'qda. Qo'yilmisizlar akalar? Qo'yilmizga deb kommentariy yozinglar yoki primo efirda ko'rayotgan, premierda ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'yilmizga deb yozinglar. Tak, mana bitta kreslo bor ekan, men ko'rmagan ekanman просто. Uchib ketdi mana ham. Voy! Men otib qo'yishda. Men Drababekga otmoqchi edim, lekin o'sha Drababek otolmay qoldim, yetmay qoldi xolos. Salgina.
Tak, mayli. Kichkina zona bo'lgani uchun akalar ancha tez bo'lyapti ishlar. Bitta botni 10 kishi otyapti, lekin tegmayapti o'sha ham akalar. Maza-ya bularga. Tak, davay akalar, bu buni hujum boshlandi. Biz hujum qilyapmiz. Va tegmadi. Oy akalar, oxirgi o'rinda kim ekan? Bitta, bittagina o'tib qoldi, bacha bechara. Tak, tezroq spam qilinglar. Mana shu juda ham ko'p vaqt olgan qilib qo'yishdi-da. Kontrdagilar bekor qilishdi shunday. Bir 2 sekund, 3 sekund qilib qo'ysa, yetib ortadi o'sha narsa ham. Xo'p, mayli. Qaytadan boramiz. Xo'sh. Kim bor ekan bu tomonlarda? Meni o'ljilarim qanisizlar? Kimdir chiqdi. Voy, ukajon, uzr, kallangdan o'taman deb o'ylamadim lekin. Prosta astagina voy. Orqasiga ketdi. Tegmadi bunisiga. Bunisiga tegmadi. Qoch ukam. Nima o'lmayapti bu? Qiziq savolda. Tegmayapti akalar, qaranglar. Tegmayapti, qaranglar. Tegmadi yana. Bo'g'oz men bitta o'ldirib qo'ysam, men 10 ta otsam tegmayman meniki. Voy, mana nihoyat bitta otib o'ldirdim, lekin men orqada ko'payib ketdi bular. Atak spam bo'lar-ku bular. Xo'sh, men nechinchi o'rindaman? 17 ta kill bilan birinchi o'rinda ketyapman. Tezroq, ukajon, vaqt yo'q. Orqangga qaray. Dani, qo'qtirashdi. Tez bo'lay, qanaman? Men malikaman. Tak, Deagle'da qaytadan, tak, sekin, asta tixalik bilan tomda kimdir yuruvdi menimcha, o'yna, endi yo'q. Cheris qo'qib akalar. Sekin. Uka, tixalik bilan. Qani, imkoniyat. Akalar, qo'yilmisizlar? Biz kill qildik. Mashye pichoqda akalar, pichoqda temboli pichoqda akalar. Qo'yil. Bunda haqiqiy top bir olim desam bo'ladi, chunki men pichoqda kill qildim. Voy. Tavog'im даже effektdan tavog'im olib qoldi akalar. Tak, qanisizlar do'stlar, bolalar? Yaxshi. Voy, sekin qayerdan o'tyapsizlar? Voy, kimdir uchirdim. O'zim bilmagan holatda kimdir uchirib yubordim. Asosan uzr so'rayman o'sha insondan, chunki men uni ko'rmadim. Atak ko'rgan bo'lsam o'ldirmasmidim. Hey, ukam, kallangni asrab yurdi shuning uchun. Kallani asrash kerak, chunki kalla miya o'sha tanadagi eng kerakli organ, lekin men gapim tufayli tegmay qoldi. Afsus. Chiroyli. Xo'sh akalar, ozgina problemalar bo'lib qoldi. Shu nima desam ekan, xolos. Mayli, e'tibor qilmaysizlar. Ozgina texnik nosozlik desa ham bo'ladi. Xolos, davom etamiz. Biz o'sha ancha-muncha kill qilib qo'ydik, lekin yana o'yinni qaytadan boshlashga majburmiz. Tak, qaylar akalar, nagli otyapman, o'lmayapti ular. Yo'q. Uron olyapti, lekin o'lmayapti. Bittasini o'ldirdim va men o'lib qoldim. Vulturni meni o'ldirdi, men Tigerni o'ldirdim. Keyin Sticker Stelni o'ldirdi. Xolos, katta hamma bir-birini o'ldiryapti bu yoqda. Xo'sh, uka, davay tez bo'l, ukam, men vaqtim yo'q. Voy, tez bo'l, ukam, voy. Hatto akalar, shu oxirgi raundni hisoblaymiz, chunki o'zi ancha-muncha video qilib tashladik. Ko'p bo'lib ketsa ham zerikarli bo'lib ketadi. Shuning uchun ham qani kimdir o'ldiraman, 3 kishi turibdi o'sha yerda. 3 kishini hammasini yo'q bo'ldim akalar. Voy, men вообще просто вообще akalar, оружиеni bombasida bu menga yoqadi, chunki bomba otishi yoqadi. Nimasi yoqadi sizlar? Bomba otishi yoqadi. Tak, o'sha biz qaysi orужиеdan o'tib ketdik. Tak, o'lay, nima o'lmaysan? Tak, mana yoqda meni kilim. Tak, akalar, qon chiqyapti va 3-4 ta o'qdan keyin o'lyapti. Nimaga shunday bo'lyapti? Bilganlar kommentga yozinglar. Tak, o'jdarro mana o'tib ketgan ulgurdi. Yo'q. Otamman mana eshitishdi. Taxta temir emas, o'lishinglar kerak sizlar. Ta'sir qilmayapti akalar. Menga qaylar yo'q, prosatda bazasiga kirib kelaman, ta'sir. Otaman o'shanda ta'sir qilmayapti akalar. Bu nima, qanday nohaqlik bo'ldi bu? Menga qilingan. Voy. Voy akalar, shu joyda otib qo'ydi-da. Voy, chidoyman lekin realnida buzg'oraman lekin bir nimalarni. Serios. Tak, voy, tez spam bo'lsa ekan endi bu ham. Voy, bizdan shirinlik ketdi. Yaxshi bola otinglar, davay. Hamma joy o'q bo'lyapti-da, vashi tegmayapti, bitta ham o'q ekan.
Yaxshi. 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 Yaxshi, bratchika. Yo, go'zal. Go'zal, chiroyli, ajoyib. Tak, qani, bu yoqqa. Bittang chiq shu payti. Dani. Men slow motion tugagandan keyin chiqdi bana. Men shu chiqishing kerak san dalli moment. Voy, akalar, asabni buzadi bular. Nega hayotni baqiraman ekan hozir, realnida. Tezroq bo'linglar, men birinchida ketyapmanmi? Da, birinchida ketyapman. Bo'linglar, tez spam bu, shaf-shaf senamda o'tirmasa tomosha qiladi hamma joyda. Davay. Voy, akalar, men hazlashdim. Men yana ot tashlashdi, jinnarsan, men. La'nati. Bu tez ukam, bu muncha voy vaqt kam o'zi tugatgan bo'lar videoni akalar, вообще bo'ladi просто. Вообще. Bo'lingmi ukam, muncha ko'p o'yin qilasan, spam bo'l tez, voy jallod. Voy bo'lay spam. Voy, rahmat. Yo'qala. Kama otdim lekin aka ko'rdi tegmadi ekan. Yaxshi. Qani tegmadi. 70% jon oldi. Yana tegmadi. Nimaga tegmayapti? Voy jinnarsan. Nima bu nohaqliga? Rahmat. Bitta o'qim tegdi va nihoyat oxirida. Nima akalar, davlini bu ketaman, seriously. Tak. 79. Voy akalar, qoyil oxirgi round. Chota akalar easy yashni bu ketyapti borgan sari. Hop. Sakra o'tib akalar bittasini kill qilamiz, qarab turinglar. O, yaxshi. Qanday bu yoqqa bittang ki, davay. O'qlab qolsang bir nima qilib qol. Voy, 152 jon. Voy 80. Короче, ben yutdim. Absolutно ko'ringlar, 2 marta yutdim даже. Xullas do'stlar, bugun videomiz juda oddiy bo'lib qoldi. Shuncha ham akalar, keyingi videoda bironta o'yin yozinglar, o'shani o'ynaymiz. Special Force Groupdan ham o'sha hech narsa qolmayapti borgan sari. Lekin sizlarga yoqayapti, shuncha olam bugun o'zi boshqa videoni olmoqchi edim. Xullas, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Tugadi video.